pirman ham, javonman ham. Umuman juda noyob so'zlardan foydalanadi. Pir chol degani qari odam degani, javon degani yigit degani. Maqolga olib kelib adabiyotga bog'lab qo'ydingiz. Otang mabodo to'ng'iz bo'lsa ham tomga chiqmagin deydi. O'sha turgan uyda tomiga chiqmagin. Qarang qanchalik. Bo'ldi tamom. Otang to'ng'iz emas-ku, hattoki deydi-da. Nasihat ham kor bo'lmasa kerak. Mana ovora bo'lib har oy 10 kunligida qatga yuborsa masalan bori boshqa. Nasihat bilingki, bolang aytganingni emas, qilganingni qiladi. Nasihat nima? U aytganing. Assalomu alaykum taraflar dasturi yana efirda. O'tgan galgi sondagi mavzularimiz sizga yoqqanligini ijtimoiy tarmoqdagi izohlaringizdan va siz bosgan layklardan bilganimizni bemalol aytamiz va minnatdorchiligimizni bildiramiz. Barcha sonlarni, she'riy to'plamlarni Farida Afruzning YouTube kanalidan, ijtimoiy tarmoqlaridan, Farida Afruzni Instagram kanallaridan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Siz bildingiz kim haqida gap ketyapti. Bugungi mehmonimiz kim ekanligini ham tushundingiz. Bizni sevimli shoiramiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Farida Afruz, xush kelibsiz. Farida opa, bugun yozga o'tganimizni sizni libosingizni rangidan bemalol bilsak bo'ladi. Birinchidan yengil, ikkinchidan xuddi o'sha ochiq ranglar. Inson kayfiyatiga ranglar qay darajada? Shoira kayfiyatini so'ray qolaylik. Inson kayfiyatidan ko'ra ranglar yoki uni libosdagi ranglar deymizmi, rol o'ynaydi, ahamiyati bor. Yo'q, ranglar judayam rol o'ynaydi. Nihoyatda yaxshi rol o'ynaydi. Chunki mana qop-qora kiyim olgan bir ayolni ro'parada ko'ring, o'zi chiroyli bo'lsin, qoshi ko'zi chiroyli bo'lsa ham. Shunday sizni kayfiyatingiz bug'adi-da. Ochilib sochilgan chiroyli, chaman, gullangan, gulli ko'ylaklar kiygan odam o'shanga qarab moslashadi odam. Endi ko'proq ertalab kiyinib turganingda kayfiyatingga qarab kiyinasan yoki boradigan joyingga qarab kiyinasan. Kiyinishing kerak. Haligi bir maqol bor edi-yu, seni kiyiming bilan kutib olib, aqling bilan kuzatishadi deb. O'shaning uchun libos judayam zarur narsa, judayam kerak narsa. O'sha qaysi narsa eskirmaydi desa, yangi bergan, birovga bergan libosing deyiladi. Libos har nechun kim zebodir, kiyganingdan kiydirganing avlodir deganlar Navoiy hazratlari bu haqda gapirganmiz. Demak, o'sha odamning libosi uni dididan, farosatidan, yoshidan, qalbini yoshidan dalolat. 70 ga kirgan ayol ham xonatasi kiyib olsa, demak, ancha ko'ngli yoshligi bilinadi-da. Judayam kiyimni ahamiyati katta. Farida opa, mana kiyimlar haqida, liboslar haqida gapirdingiz. Bir narsa, sharq ayollari deb urg'u berib ketadigan so'zlaringiz bor-da. Shu menga juda ham qiziq bo'ladi. Bir 3 tacha sharq ayollarida kerak bo'lgan fazilatmi? Mana shu haqida gapirib bering. Sharq ayollari aslida nimalar ularda bo'lishi shart aslida? Sharq ayolida eng birinchi hayo bo'lishi shart. Ibo bo'lishi shart. Sharq ayolida. Yana bir sharq ayolida tobelik bo'lishi shart. Yaxshilikka tobe bo'lish shart. Sharq ayoli isyonkor bo'lgan, sharq ayoli nohaqlikka nomirosa bo'lgan, lekin adolatga, baxtiga, taxtiga tobe bo'lgan. Yana bir fazilati sharq ayoli o'zini kimligini bilgan. Chunki u kitob o'qiganda, Qur'on bilan sug'orilgan ruhiyati, albatta u ayol onani jannat oyog'i ostida degan gapni biladi-da. Kimligini, o'zini kimligini biladi. Ajoyib. Mana shu aytayotgan gaplaringiz, fikrlaringizni Farida opa, o'sha Uvaysiydan, Nodira begimdan mana shularni o'qish, o'rganish asosida o'rganiladi. Mana shu fazilatlar, shulardan misol keltirib, ularning fazilatini o'rganib aytiladi-da. Ulardan ham o'zimiz momolarimiz, buvilarimiz o'rgatganda bizga qanday bo'lish kerak, ayol, haqiqiy ayol qanday bo'lish kerakligini
eng birinchi ayol onalarimiz bizni boshqa uyga borishni, boshqa odamni ko'ngillarini olishni, boshqa olomon ichida yashashni o'rgatganda. Endi hamma vaqt shunday bo'lmaysan, mana shunday erkalab yurmaysan. Mehnatga o'rgatgan va sabr-toqatga o'rgatgan. Kitoblar yana to'ldiradida. Aslida onam, enam, o katta buvilar, onalarim, onamni onasi, otamni onasi, ulardan, atrofdagi kattalarimizdan o'rganganmiz. Bizda albatta qiz bolani, ayniqsa qiz bolaniga juda ko'p e'tibor berishgan negadir. Mana hozir ham ayollarga ko'p e'tibor beryapmiz. Qizlarni turmushga tayyorlashga. Pishiriq kurslari bor, uqalash kurslari bor, hamma kurslar bor. Ayolni turmushga tayyorlashga. Yigitlarimizni ham tayyorlash kerak. U sharqda avvallari ayolni alohida tarbiya qilgan bo'lsa, erkakni ham jangovar qilib alohida tarbiyalagan. Erkak qanday bo'ladi? Uyni chirog'i ayol, ustuni erkak degan. Ustun mana ustunsiz uy turmaydi. Xo'p, ustunlari bo'ldi, shohona qasr qurdingiz, unda chiroq bo'lmasa, u qorong'u, u nimadan, zindondan nima farqi bor? Ayol shuning uchun chiroq bo'ladi. Yana aytiladiki, ayolni 40 ta chirog'i bor deydi. Biri o'chsa, biri yonadi degan gap bor-da. Bu aql chirog'imikin, a? Bu chiroq sabr chirog'i, aql chirog'i, tadbirkorlik chirog'i, tadbir chirog'i deb o'ylayman. Endi masalan, to'g'ri-da, eri tashlab ketsa, bitta chirog'i yonib o'chsa, ikkinchi chirog'i yonadi-da, boshqa bolalari bor, yonadi-da. Iloji yo'q. U bir etak bolalari bor, ro'zg'or bor, yeb ichishi bor ularni. U to'xtatish mumkin bo'lmagan narsalar bor-da, ehtiyojlar bor. Shuning uchun ayolni yo farzandi o'lib qolsa, o'lib qolishi mumkin edi birga. Yana agar 40 ta bo'lmaganda chiroq, o'sha chiroqlari yoqib turadi-da. Yana bir narsa Farid aka, mana shuncha gaplashamiz. Ijtimoiy tarmoqda ham ko'zim tushganlari bor edi-yu, lekin hali o'qiganimda buni ko'rmadim. Aytishim kerak bu narsani. Farida Afrozni bugun katta oilani, masalan, buvijonisiz, nabiralaringiz bor, qizingiz bor, o'g'lingiz bor, ularni farzandlari bor, turmush o'rtog'ingiz va barcha qizlaringiz uzatgan joyda tinch va o'g'lingiz va uni farzandlari tinch ekanligi haqida xabar bera olamiz. Biz yaqindan va qo'shnimsiz kuzatganim, tug'ilgan kunlarda, yaxshi dasturxonlarda sizni mehmoningiz bo'lib, ko'rganlarimga guvohlik beraman. Ammo buni qisqa tarzda bizga, muxlislaringizga aytib o'tsangiz yanayam chiroyli bo'lardi. Masalan, mana shuncha nabiram bor, shunaqa. Chunki nima uchun deng, biz, albatta so'rashgan va rejissyorimizdan iltimos qilaman, to'la to'kis tushgan rasmlarni birortasini qo'yib o'tib ketsak yanayam chiroyli bo'lardi. Bayramlarda, tug'ilgan kunda tushgan rasmlar bor-ku, yoki sayohatda ko'proq shunaqa, yaxshi ma'noda aytaman, sizni gapirtirmayapman, kechirasiz. Juda boy buvijonligingizni bilaman-da. Siz bir joyga ketsangiz, nabiralar, qizlar hammani olib ketishingiz kerak. Chet el safarga ham. Shuning uchun qisqacha aytsangiz, mana shunchaki rasmlarni qo'yib ketsak nima deysiz? Bo'ladi. Aha. 3 ta farzandim bor. 2 ta qiz, bitta o'g'lim, kichkinasi o'g'il. O'g'limni 5 ta farzandi bor. Ikkala qizimni, katta qizim 2 ta, kichkina qizim 3 ta farzandi bor. Jami 10 ta nabiram bor. Xudoga shukr. Qizlar, yo'q, hali mana shu muammoda turibman hozir. Siz yaxshi nima qildingiz. Nimamga, nuqtamga tegdingiz-da. Yaxshi kelin topish nihoyatda qiyin. Qiz ko'p, ko'chada qiz ko'p. Lekin yaxshi kelin yo'q deb hazillashamiz-da. Kelin bo'lish uchun bizga endi masalan, shunchaki uylab qo'ya qolmoqchi emasmiz-da. Shunchaki turmushga bermoqchi emasman. U bir o'sha mana nevaram bor, turmushga bersam, o'sha uyga qut olib kirsin, baraka olib kirsin, fayz olib kirsin o'zi bilan. Rizqi-ku keladi, o'zi bilan rizqi keladi. Lekin baxtini ham olib kirish kerak-da, o'sha oilaga totuvlik olib kirsin deyman-da. Mana shu turklarda bir maqol bor. Mening opamni 5 panjasi, 5 hayot, 10 panjasi deydi, 10 hayot deydi. Ayolni 5 ta panjasidan, mana 2 ta 10 panjasidan 10 ta hayot
oqib turishi kerak, gullab turishi kerak. Biri ovqat pishiradi, biri ashula aytib beradi, biri kir yuvadi, biri xullasda mana shu hayotga nima kerak bo'lsa, ayolning o'ng panjasida mavjud. Mavjud. Mana shu qo'llari bilan, mana shu barmoqlari bilan yaratadi. Tikadi, bittasi pechevar, bittasi oshpaz, bittasi novvoy. Mana shu bilan yaratadi. Mana shugina barmoqlarimiz bilan bu ayol zoti nimalar yaratmaydi. Farida yana bitta savol keldi. Mana bu joyga yozimda, judayam kamyob oilalarda uchraydigan yoki boshqa oilalarda uchramaydigan qadriyat bo'ladi-ku. Bo'lib ham sizda bo'lsa kerak mana shu qadriyat. Birortasini eslab bering. Siz oilangizga tegishli bo'ladigan. Bizni oilada hamjihatlik kuchlik judayam. Dadam rahmatli doim bitta gapni aytardilar. Nog'ora cho'p haqidagi nog'ora cho'p haqidagi rivoyatni aytyardilarda. Bir podshohning 4 ta farzandi bo'lgan ekan. U 4talasini olib kelib, yosh qarib qolgandan keyin chaqirib 4 ta nog'orani bittadan bo'lib beribdi. Sindiringlar desa, u nog'ora cho'p osongina sinibdi. Keyin 4talasini bir qilib endi sindiringlarchi desa, harchand harakat qilsa ham solmabdi. Sindira olmabdi. Ko'rdilarmi bolalarim? Mana shu nog'ora cho'p kabi birlashsang seni hech kim sindira olmaydi, hech narsa degandi. Mana shuni ko'p aytardilar. Sizlar birlashinglar. Birlikda kuchli kuch. Mana Toshkentga kelganmiz, hammamiz bir mahallada turamiz. Mahallada juda ko'p uylarimiz bor hammamiz. Bu oson emas. Toshkentdek joyda Qo'qondan kelib, rahmatli onamga ayajon Toshkentga ko'chib ketamiz. Bir mahallada hammamiz yashaymiz desam, voy-voy, sizga bir mahalla qarab turibdi ekanda, Farida qachon keladi deb hazillashardilar-da. Yo'q, ko'rasiz, bo'ladi derdik-da. Haqiqatan ham bo'ldi shu narsa. Bitta mahallada hammamiz opa-singillar, hammamiz yashaymiz. Bizni farzandlarimiz yashashyapti. Mana shu inoqlikda gap ko'p. Baraka inoqlikda. Bu uyda bitta mahalladan uy olish oson bo'lgani yo'q. Masalan, ukamga uy kerak bo'lsa, hammamiz borimizni tashlab unga olganmiz uyni. Akamga kerak bo'lsa, tashlaganmiz. Hamma yana o'z joy-joyiga tushib ketadi, hamma o'zini nimasini beradi. Lekin vaqti kelganda ham shu qozonimiz bitta bo'lib qolgan. Qozon bitta. Baraka o'sha. Bu sizni farzandlaringizga ko'chganmi? Ko'chgan. Hamma jiyanlarimga ko'chgan. Nafaqat mani. Opamni, buni ham, singlimni ham, ukamni ham farzandlari bir tani bir jon bo'lamiz-da. Bir muammo bo'lsa, hamma barabar yechimga keladi. Muammo bo'lsa. Boshqa vaqtda hamma o'zini hayotini kechiradi, lekin muammoga kelganda Xudoga ming qatla shukr, bizni an'anamiz shu. Bir yoqadan bosh chiqarish. Ilohim, hammaga nasib etsin va siz gapirdingiz, men ichimda omin deb o'tirdim. Ya'ni hamma yuqsin va aynan mana shu narsaga havas qilib qaraydigan bir go'zal narsani aytdingiz. Bugun kamayib ketdi deya olmayman-u, lekin biz ko'p eshitmayapmiz-da buni. Yoki biz guvoh emasmiz. Masalan, sizni yaxshi o'sha chiroyli kunlaringizda borganimizda qarindosh urug'da hammasini biz ko'ramiz. Lekin mana bu dasturda aytganimiz, chunki millat, nima deydi, jamiyat oiladan boshlanadi deb o'zingiz ko'p ta'kidlaysizku. Aynan mana shu davlatimizni, jamiyatimiz bir bo'lagi-da. Albatta, bu kichkina davlat-da. Oila kichkina davlat. O'sha nog'ora cho'p kabi birlashsangizchi, boshqalarda bilasizmi nimaga parokandaligi? Begona kelgan kelin, begona boshqa oiladan kelgan kuyov buzadi-da. O'shalar buzadi. Agar sen o'zing oilang haligi nog'ora cho'pdek mahkam bo'lsang, kelin ham, quday ham, hech kim senga hech kim aralasholmaydi. Kuchi yetmaydi ularda. Harakat qiladi, qilmaydi deysizmi? Juda o'rtani buzishni, o'zi bo'lishni xohlaydi. Bir umr yig'gan mablag'ini ukasini bitta muammosiga berdirgisi kelmaydi kelindi. Lekin bizda unday emas. Kelinlar ham biladiki shu. Masalan, shu muammo yechilishi kerakmi? Hozir shu topda shu yechiladi. Keyin u masalalar yana hal qilinadi. Yana hamma narsa o'z egasiga qaytariladi. Ajoyib. Bugun mavzuyimiz to'satdan har doimgidek boshlangandek va nimagadir oila bilan bog'liq masalalar va yana bir narsani aytib o'tdik.
Mana deputat bo'lib uzoq yil ishladingiz Oliy Majlisda va undan keyin mana Yozuvchilar uyushmasida hozir bir bo'limni rahbarisiz. Baribir xohlaymanmi yo'qmi shunaqa masalalar bilan haligacha siz e, yaqinsizda. Sizga yetib kelishi juda. Bu, ayniqsa deputatlik vaqtida o'sha saylovchilaring muammolaridan ichida yashaysizda. Har oyning oxirgi 10 kunligida biz o'sha ga borardik. Hozir ham shunday deputatlarimiz borib o'sha muammolar o'rganiladi. Ular albatta o'sha oilaviy masalalar bo'ladida. Birov bittasi yozibdida shu qadar yozgan nafrat bilan yozyapti. Unday qildi, bunday qildi, yerimni olib qo'ydi. O'ziga devor qurib oldi. Falon boson. Uni otini endi nimalar demayapti-da. Kim edi u qo'shningiz desam, tog'am edi deydida. Tog'aga shuncha gap gapiradimi dedim. Shunchalar. Tog'angiz agar sizni nimangiz emas, yeringiz emas, joningizni olaman desa ham berishingiz kerak. Bir jigaringni bir parchasini ber, nimangni buyragingni bittasini ber desa ham berishingiz kerak bo'lgan. Qiziqsiz-a deganman-da. Mana shunaqa himoya orderlar akasidan singlisini xo'rlaverganidan himoya orderlari olib bergan vaqtlarimiz bo'ldi. Judayam achinarli, bu o'zbekka xos bo'lmagan narsa. Aka xo'rlaveradi, qaytib uraveradi opani yoki uka singlisini va uni himoyasiga endi bu judayam kam-u, lekin bor. Himoya qilish uchun davlatdan himoya orderlari olib berdi. Aksariyat holatlarda mana shular kelib chiqish sabablari bir-biriga o'xshashmi, o'xshashmasmi Farida opa? Yoki o'sha yo bolaligida tarbiyadami, yo onadanmi, otadanmi? Endi aybdori kimdir qayerida o'xshash va O'xshash tomoni tarbiya topmaganidan yoki o'sha harom yeganidan, avlod buzilganidan. Mana o'xshash mana shular. Ha, masalan, halol luqma yegan odamda bunday haromgarchilik bo'lmaydi. Halol yeganda. O'shalarda bilasizmi, mukammal oiladan baribir bolalar mukammal chiqadi. Nimaga desangiz, unaqa xo'rliklar, u narsalar tanimaydi-da, ko'rmaydi. Otasi urib turgan, onasini urgan bola onaga rahmi keladi, o'ylaydi. Lekin bir kun urish otani, onani, erkakni, ayolni urishi tanishda unga. Tanigan, ko'rgan. Uni biladi mazasini. Xush uyda ko'rganda O'shada. Uni baribir qiladi kimdir. Bugun qilmasa ertaga qiladi. Chunki ta'mini bilib qolgan. nasihat ham kor bo'lmasa kerak. Mana ovora bo'lib har oy 10 kunligida qatga yuborsa masalan bori boshqa. Nasihat bilingki, bolang aytganingni emas, qilganingni qiladi. Nasihat nima? U aytganing, gapirasan. Qilganing qiladi. Sen amalda mehnatkash dehqonni bolasi dehqon. U garchi o'qishga ketib, ilmli vrach bo'lar, injener bo'lar, lekin dalaga tushsa, o'sha dalani domirini sug'urib oladi, biladi. Ko'rganda chunki. O'sha g'urbatlarda, o'sha g'amlarda tanitib bolaga yedirib qo'ymaslik kerak-da. Oilada o'shani bir marta, ikki marta tanitib qo'ysa, o'shanga qarab ketadi. Odam tanishingga deb chopqilab borasiz, shunga o'xshab o'sha kulfatga ham boradigan bo'lib qoladi-da. Hech narsa bo'lmay qoladi. Yo'qotadigan narsasi. Ya'ni onamni shuncha kaltaga o'lmadi-yu deydi, sen ham o'lmaysan deydi. Deydi-da, xotinini uradi. Fojia shunda. Bu bizga bir karra ta'sir qilsa, shoir yuragiga, sizga juda qalbda yashaydiganlarga juda og'ir bo'lsa kerak. Uni tasavvur qilaman. Uni siz kunlab, haftalab o'ylab yurishingiz ham to'g'ri kelsa kerak. Chiqolmasdan ta'sir. Shunday. Xuddi haligi paxta suvda shimolgandek, doka suvda shimolgandek, shoir eshitgan nimani shunday shimoladi-da qalbiga. Ayniqsa og'riqli narsalar yomon ta'sir qiladi. U keyin o'sha qachondir sher bo'lib chiqib ketmaguncha ichingda aylanadi-da, shu 72 tomiringda aylanib turaveradi. Keyin bir kun Alloh bir
rahmi kelib ilhom bersa, o'shani yozib chiqarasan. Hmm. Mana hozir hamjihatlik haqida, oila, o'zingizni o'sha qadriyatlar haqida gapirdingiz-ku. Siz yozgan she'rlarda bu oila emasda, shu ko'rgan oilalaringiznikimi deyman deb, ko'p she'rlaringiz. Chunki oila to'la-to'kis, hamjihatlik, u o'zingizni shaxsiy oilangiz ham, qarindoshlar hamda. Lekin ba'zi joylarda jigardan yoki kimdandir xafa bo'lgan satr ketib qolsa, o'sha ko'rgan, kechirganlar, guvoh bo'lganlaringiz, xafa bo'lganlaringiz. Albatta, kechmishlaringiz bo'ladi-da baribir. Oilang tinch bo'lganda ishxonang tinchmasdir. Ishxonang tinch bo'lsa, yana bir qudangni oilasi tinch, qudang tinchmasdir. U ham sensan-da. U ham sen. Yoki mahallang deysiz. Mahallang tinchmas. Yurting tinch bo'lsa, ayniqsa nima tatiydi? U ham sensan, sen. Seni bo'laging. Bu qo'ling og'risa, bu qo'ling rohat qilmaydi-ku. Butun tanang sirqiraydi. Shunga o'xshagan mana shunaqa atrofingda. Shuning uchun yurt tinch bo'lsin, xotirjamlik tuman boylik deydi. O'sha xotirjam, hammasidan xotirjam bo'lishlik bu tuman boylik. Tumanni sanog'i yo'q. Ming emas, milliard emas, cheksiz tumanni hech kim sanamagan. Shunday deyiladi-da o'tmishda. Bobolarimiz zo'r gapiradi-da. Hamma gapni bitta kitobni bitta maqol qilib qo'ya qoladi. Go'zal maqol. Bir nimamizda maqollar haqida suhbatlasak ham bo'lar ekan. O'zbek xalq maqollarini olib kelamiz va mohiyatini anglaymiz. Judayam go'zal maqolalar. U siz she'rlaringizda o'qisak ko'p narsani, masalan, yuqorida bir gaplashganimizda javon deb keldi. O'sha Rumiyga Pir manam, javon manam. umuman juda noyob so'zlardan foydalanadi. Pir chol degani qari odam degani, javon degani yigit degani. Jovidon degani o'sha javon biz deymiz, o'sha jovidon degani. Jovidon o'sha qo'yiladigan nima. Bugungi kunda shkaf deyiladi, kichkinaroq shkaf deyiladi. Albatta mana shuni rostdan ham bir kuni o'sha o'zbek xalq maqollarini biz judayam kam ishlatadigan bo'lib qoldik. Biz ota bobolarimiz o'ylab ko'ring-a, buvilarimiz biron narsa gapni maqolsiz ishlatmaganlar. Maqol matal bilan bergan. Bitta gap bilan joyiga qo'yib qo'ya qolgan. Ko'p gapirishmaganda, safsata sotmagan. Shunday. Otang to'ng'iz bo'lsa, tomdan o'tmagin deydi. Tomga chiqma deydi. Qarang. Bo'ldi, otasi haqi, otasiniga mehribon bo'lgin, otangni unday qilma, otang unday dema, otang mabodo to'ng'iz bo'lsa ham tomga chiqmagin deydi. O'sha turgan uyda tomiga chiqmagin. Qarang qanchalik. Bo'ldi, tamom. Otang to'ng'iz emas-ku, hattoki deydi-da. Misol uchun aytaman-da. Biz o'sha maqollarga bir o'rganaylikda ajab emas, hammaga menimcha yaxshi qiziq bo'ladi. Va bu agar maqollari targ'atsak, targ'ib qilsak qancha bir yana ziyo tarqatgan bo'ladi. Yashash oson bo'ladi. Bizni bitta maqolimizdan hozir butun Yevropada har xil kitoblar butun boshli kitoblar yozyapti. Biz avvalroq Sharq ko'p o'qiganmiz va ko'p yashaganmiz, ko'p donishmandlarimiz ko'p bo'lganligi uchun ular shuni yig'ib bir kitobda bitta maqol qilgan. Endi Yevropa biz bitta maqolimizdan bitta kino yaratyapti. Bitta film yaratyapti, bitta kitob yozyapti. Qiziq bo'ldi. Farid opa, eng ko'p ishlatadigan maqolingiz qaysi? Men ham ko'p ishlataman, lekin ko'p mavzuga boslanadi. Hozir kelmayapti. Lekin mavzuga qarab darrov kelib qoladi. Ko'proq maqola ishlatiladimi yoki jahlingiz chiqqandan? Yoki uni farqi yo'qmi? Yo'q, o'zi vaqti kelib qoladi-da, o'zi soat vaqti taqozo qiladi. 7 o'lchab bir kes. Masalancha, endi 7 o'lchab bir kes. Mana shunga o'xshagan juda ham ko'p maqollar.
Ajoyib. Oilaga burildi mavzuyimiz, keyin adabiyotga o'tdik. Lekin bitta narsani bilamanda, siz bilan qanday suhbat qilishimizdan qat'iy nazar odobga, axloqqa, adabiyotga yana ketadi. Man aylantirib oilaga olib bordim, siz meni aylantirib yana maqolga olib kelib adabiyotga bog'lab qo'ydingiz. Shunaqa. Hozir yana bitta mavzu ochaman, yana aylantirib o'sha adabiyotga yana mani olib kelasizda. Chunki shundayda o'zi. Mohiyat bu, mohiyat. Yashashni, umrni, insoniylikni mohiyati adab, adabiyot. O'zagi, mohiyati, o'zagi o'sha adabiyotda adab. Seni da bola juda shirindir. Uni nimasi deydi? Odobi undan shirin deydi. Odobi undan shirin. Biz bolalar tug'ib katta qilishimiz mumkin, boqishimiz mumkin, semiz bolalarni katta qilishimiz mumkin. Lekin adabi bo'lmasa, odobi bo'lmasa u kim bo'ladi? Jamiyat uchun tekin tomoq bo'ladi. Yoki bir ziyonkor odam bo'ladi-da. Shuning uchun mohiyatga ko'proq kelishimiz kerak. Nima qilsak ham mohiyatli bo'lishi kerak. Mohiyatini birinchi o'ylashimiz kerak. Shunda to'g'ri yashaymiz-da, shunda. Qilar ishimizni mohiyati nima bo'ladi? Mohiyati nima edi? Yakuni nima bo'ladi? Har bir ishimizda. Mohiyat qayerdan kelib chiqdi bu narsa? Janjalni mohiyati qayerdan chiqdi? Xursandchilikni mohiyati qayerdan chiqdi? Mohiyati nima edi? Mohiyatni darrov anglab olsangiz adashmaysiz. Agar mohiyatni topa olmasa ma'nosiz bo'ladimi hayot, umr? Tomirsiz daraxt-da. Mohiyat tomir. Tomirsiz daraxt. Ming suv quying, ming parvarish qiling, ming haligi shoxlarini yaltillating, barglari o'smaydi. Ishq mohiyatdir deydi qadimda. Laylini oldiga Majnunni oldiga Laylini olib kelishadi-da. Endi bunday qarasa, shu Majnun shu qadar oshiq bo'lgan qizni bir borib ko'raylikchi deb borishadi va uni olib kelib bera qolay, shunchalik kuymasdan, cho'li biyobonda yurmasdan desa, aytadi, shu bittagina qop-qoragina qiz ekan u, shunga shuncha kuydingmi desa, Layli deydi, nimadir deydi, qadahdagi deydi, qadahdagi sharobdir deydi. Ishq deydi, o'shani ichidagi sharob mohiyatdir deydi. Uni ishq bor bunda. Sizlar deydi, qadoqni ko'ryapsizlar. Tashqi ko'rinishini ko'ryapsizlar. Men ishqda yonyapman, uning ishqida yonyapman. Mohiyatni anglash kerak deydi. Bu ikkalamizni sevgimizni, mening oshiqligimni mohiyati ishqdir deydi. Chuqurligini qarayman. Chuqurlik. Bu sen yuzini ko'ryapsan xolos, o'sha qop-qoragina, shu bir kichkinagina, ozg'ingina bir qiz ekan u Layli. Shunga shuncha kuyyapsanmi deydida, boshqa podshoning o'g'li-ku. Boshqa nimalar olib bermoqchi bo'lishadi. Sizlar mohiyatni anglamayapsizlar deydi. Mana kirdik yana adabiyotga-da. Farida opa, mana biz baribir siz mana Navoiydan, Hazrat Navoiydan, hozir Rumiydan, Mavlono deb o'tasiz. Bir narsa qiziq bo'ldi. Farida opa, mana dostonlar haqida gapiramiz yoki o'qiladi. Zamonaviy dostonlarimiz hozirgi. Dostonlarimiz endi o'qilishi kerak-da ular. O'qilishi kerak. Kuylanishi kerak. Baxshilar buni qadimiy Alpomish dostonlarini, Shohsanama va G'arib dostonlarini aytishadi. Go'ro'g'li eskilarni. Yangi dostonlarni ham baxshilar aytish kerak. O'shandan keyin xalq tinglaydi. Avvallari boshqacha bo'lganda doston tinglash uchun odamlar vaqti bo'lgan. Televizor bo'lmagan, telefon bo'lmagan, hech qanday informatsiya, ma'lumot bo'lmagan. Ular muhtoj bo'lgan o'sha nimaga. Shuning uchun o'tda yoqib olib, kunduzi ishlarini qilib, dehqonchiligini qilib, cho'ponini, cho'lini yilqisini boqib kelib, keyin kechqurun o'sha ma'naviyat qilgan.
tinglangan. Jon quloq bilan tinglangan. Hozir informatsiya ko'p, dostonga toqati qolmadi odamlarda. O'ylayman hozir aytsak ham uncha eshitmasa kerak deyman. Chunki mana telefon tezlikni, bugungi kundagi hayotimiz tezlikni, tezkorlikni taqozo qilyapti. Ulgurmaysan. Zamon orqasidan zamondan qolib ketasan. Zamon sendan ilgarilab ketyapti. Uni ilgarilatgan ham odamlar. Shunday ilg'or odamlarimiz borki, zamonni o'zini bilan birga tortib olib ketib qoladi. Shunday tortib olib ketib, o'zi ham yetolmay qolsa kerak, kezi kelsa. Yo'q, o'zi boshida ketadi-da, orqadagilar yetolmaydi-da. Uni hayollari uchqur, niyatlari uchqur. Chaqindek keladi, chaqindek bo'ladi. Ma'lum odamlar shunaqa yaraladi o'zi. Xudo tomonidan yaraladi. 100 yilda, 200 yilda, 50 yilda keladi. Uni ilg'aydi, ilg'amagan yo'q. Lekin zamonni atrofini yo'naltirib ketadi. Ba'zi mana oiladan bitta yaxshi qobil odam chiqib, oilani yuqoriga ko'tarib qo'yadi. Oilasini ham ijtimoiy tomondan, ham iqtisodiy tomondan oilani shunday ko'tarib qo'yadi. Hayron qoladi bular ham. Bor atrofimizda boy badavlat bo'lib, ilmli bo'lib ketgan nimalarimiz. Bitta bolasi tufayli. Ana shu bitta farzandi tufayli ko'klarga ko'tarilayotganlar bor. Garchi oilada 10 ta bor. 7-8 ta bola bordir, lekin bitta chiqadi. Farida opa, mana shunga bitta anaqa misol keldi-da. Shu haqida gaplashmagan ekanman. Oxirgi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda mana bu gap ko'p tarqaldi va bunga shunchaki sizni fikringiz qiziq bo'ladi. Inson taqdirini duo o'zgartirish haqida juda muhokama bor. Duo. Duo deydi, o'zgartiradi deydi. Qanchadir odam o'zini fikrini aytadi, yana qanchadir odam yillik tajribalaringizga ko'ra va kuzatuvlaringiz natijasida shunaqa misolni sizdan eshitsak, bu rost va to'g'riligini bemalol bizni kuzatuvchilarimiz ayta oladida. Shunaqa misol bormi duo bilan bog'liq sizda? Duo o'zgartiradi. Duo taqdirni o'zgartiradi. Tilakda u, tilak. Duo tilak. Seni tilaging, seni fikring o'zgartiradi, o'zingni o'zgartiradi. Sizga qilingan birov sizni duo qilsa, otangiz, onangiz sizga ishonch beradi. U duosi emas, uni duosi sizga ishonch beradi. Duo qilib sizga tilak tilayapti. Demak, siz unday bo'l, unday bo'l desa, sen o'san, busan desa, sizga o'zizga ishonch tug'iladi. O'ziga ishongan odam ko'p narsalarga erisha oladi-da. Duo juda muhim. Nihoyatda muhim. Duo muhim. Kattalardan duo olishlar, atrofingdagilardan duo olishlar juda ham muhim. Chunki rozi qilasan. Rozi odamlar seni duo qiladi. Atrofingda rozi qilsang, hali boshida gaplashgan 100%lik. Sen atrofingni duogo'ylaringni rozi qilsang, 100% yashaysan. Hayotda 100% yashaysan. Duo rozilik ekanda. Duo rozilikda. O'sha rozi bo'lmasa qarg'aydi-ku, qarg'aydi. Qarg'ish ham, duo ham, ikkovi ham so'z. Tilak. Unisi ham uradi, bunisi ham uradi. Ta'sir qiladi. Duo uribdi deydi, qarg'ish uribdi deydi. Urgani o'sha ta'sir qilgani degani. Urdi degani ta'sir qildi degani o'sha odamga. Shunday. Juda ko'p odamlar, qarg'ish olgan odamlar og'riq, tuzalmas kasallar bo'lishadi. Chalinadi. Rozilik. Bu juda ham katta gap. Mana shunaqa suhbatimizdagi kesilgan kichkina shu suhbatlarni yoki sizni fikrlaringizni ba'zi qanaqadir o'sha muhokama bo'layotgan vaziyat bo'ladi-da. Yo siz qayerdadir gapirib, juda oson va yengil yechim berib ketgan bo'lasiz. Yoki o'sha joyda mani to'g'riladi. Qani shuni Farida opamdan hozir so'rasamda, o'sha videosini shuni joylab qo'ysam pastiga o'shalarga deyman-da. Shuncha odamni qutqargan bo'lardim deyman. Sizni bir og'iz gapingiz bilan-da. Mana shuncha Facebookda, ijtimoiy tarmoqda shu duo bilan bog'liq nimanidir ta'sirida shunaqa bo'lishdi-da.
Mm, bekorchi odam ko'p. Bekorchi. Fikrini bekorchiligidan odamlarniyam mana shunday chalg'itishga harakat qiluvchi odamlar ko'p. O'zini fikrini o'tkazmoqchi bo'lgan odamlar ko'p. O'z fikri bo'lmagan odam, eee, u fikrlarga yana, boshqa yo'llarga yurgisi keladida. Chalg'itadi. Chalg'itadi. Uyam uni fikri, uyam duo, uyam chalkashlik. Bir umr, ustozdan qarg'ish olgan shogird o'nglanmaydi. Bir umr o'nglanmaydi. Qarg'ish olgan, ya'niki norozi qilgan yo bo'lmasam Juda qattiq dilini og'ritganda norozi qilgan. Dilda kim bor? Dilda Alloh bo'ladi-ku. Ka'ba bir ko'ngli siniqning, ko'ngli buzuqning xotirini shod aylagay ancha borki, har kimki bir ko'ngli siniqning, buzuqning, o'sha buzilgan, singan odam, ko'ngli buzuqning xotirini shod aylagay ancha borkim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay. Navoiyga kelyapmiz. Shunday deydilar Hazrat. Bu ko'ngil shunaqa narsada. O'shaning uchun u dili judayam qattiq og'rigani uchun u unga judayam qattiq ta'sir qiladi. O'sha haligi auralarda yomon vibratsiya, yomon to'lqinlar uni chaqmoqda. Chaqini urgan odam o'ladi-ku. Chaqini urgan daraxt kuyib ketadi-ku. Shunga o'xshagan u o'shani nafrati, o'sha kungi nafrati, o'sha kungi noroziligi, qarg'ishi ustozni, shogirdniga chaqin bo'lib boradi va o'sha daraxtni qanchalar yondirgani kabi uni butun tanini, ruhini yondirib yuboradi. Ming harakat qilsin, keyin, o'zicha zo'r bo'laman desa bo'lmaydi. otangdek ulug' deb, shu otani duosini olib norozi qilishdan qancha ehtiyot bo'lgani singari ustoz ham Ustozi ko'proq ehtiyot bo'lishi kerak bundan ham. Chunki u hayotni yashashni senga o'rgatgan, senga hunar bergan, qanday yashasang to'g'ri yashashing, jamiyatni oldida, odamlarni oldida qanday, obro'li bo'lishing mumkin bo'lgan, to'g'ri yashashni o'rgatadi. Odam ko'p narsa o'rgatgan. Ustoz judayam, ustozdan hushyor bo'lish kerak. Xafa qilib qo'ymaslik kerak. Siz bilan gaplashishim ustozlarni unchalik tanimayotganimizni his qilaman-da. O'zim fikrimni aytay, tomoshabin yana bizni nomimizdan gapirdi deb o'ylamasin. O'zim ayta qolay shuni. Siz aytgandan keyin unchalik yaxshi tanimasligimni bildimda. Ustozning noroziligi chaqin, qo'rqish kerak. Chaqin ursa u daraxt yonib ketadi. Ajoyib fikr. Bugun mana hozir boshladik-ku, baribir o'sha adabdamiz. Yana ustoz shogirdligiga keldik, boshqa qildik. Ijtimoiy tarmoqdagi bugun bo'layotgan narsalardan yana bittasini aytib o'taman-da va shu bilan yakunlasam ham bo'ladi savolimni. Ijtimoiy tarmoqlarda judayam taraflar ko'payib ketgan bugun, Farid opa. Tarafkashlar ko'p. Bitta masala o'rtaga tashlanadi, uni 15 ta odam 15 ta tarafga tortadi-da. Siz aytgandek, asosli fikrlari ham yo'q. Fikrsizlikdan bu. Qiyofasizlikdan. Sizni bir fikr bilan sizni birov aynitaladimi? Mani agar bitta odam kelib bir narsa desa, hech qachon meni bir narsa aynitolmaydi. Chunki, o'zimni fikrim bor-da. O'sha fikrsiz, qiyofasi yo'q odamlar har qiyofaga kiraveradi. Shunday bular adashganlar. Qiyofasizlar, yuzsizlar. O'z asli yuzi yo'qlar. Shunday. O'sha ijtimoiy tarmoqdagi juda shovqinli vaziyatga chiroyli qisqagina fikr berdingiz-da. Haqiqatda fikrsizlar, qiyofasizlik, tola to'pi qaysidir ma'noda o'sha, bilmadim. Hech chiroyli fikrim yo'q-da. Sizdan keyin yanayam battar shunaqa bo'ldim. Shunday. Boshqa narsa deb bo'lmaydi-da buni. Buni u yoqqa bu yoqqa uloqni tortish, bilan baravar.
Mhm. Ko'pkariga kirgan odam maqsadi o'sha, nima bo'ladi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar Har qanday qatnasa o'shani olsa bo'ldi-da. O'sha xolos. Uni olish u o'sha tashlangan bir buzoqmi, qo'ymi, o'sha tanani ham ahamiyati yo'q, uni ham go'shti unchalik unga ahamiyati yo'q. Uloqda u yengish kerak. Hammani tepkilab, oyoqni tagidagini ham tepkilab, yiqilganni ham tepkilab, o'shani olish kerak degan, eee, bir nima bor. qonun qoidasi bor-a? O'shada ular. Bular fikrni uloq qiladi. Taraflar dasturida fikrni qaysidir ma'noda ko'pkariga o'xshatdik va menga yoqqan tarafi fikrsizlar va qiyofasizlar deb ketdi. Ajoyib. Aynan mana shu so'zni alohida qilib ijtimoiy tarmoqlarimizga ham joylashga harakat qilamiz. Dasturimizga xush kelibsiz. Sizga rahmat katta. Rahmat. Sog' bo'laylik, ilohim.